Diqqat, xalq tezkor xabar. O'zbekistonda og'ir judolik. O'zbekiston xalq shoiri Sharifa Salimova vafot etdi. O'zbekiston xalq shoiri Sharifa Salimova bugun 5-avgust kuni 75 yoshda vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi xabar qildi. Sharifa Salimova 1951-yil 30-dekabr kuni Toshkent viloyatining Parkent tumanida tavallud topgan. U Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. 1974-yil, 1987-yillarda O'zbekiston teleradiokommiteti, 1989-1994-yillarda Saodat jurnali hamda O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasida ishlagan. Shuningdek, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati sifatida ham faoliyat yuritgan. Shoira hayot zavqi, mening bahorim, Xizr bulog'i, tongga qasam, giyohlar bilan tillashgan inson va vatan surati kabi she'riy to'plamlar muallifi hisoblanadi. U rus, qozoq, qirg'iz shoirlari ijodidan ham tarjimalar qilgan. Xususan u nemis shoiri Hadiyatulloh Xuybesh she'rlarini o'zbekchaga o'girib Oq atirgul nomi bilan nashr ettirgan. Sharifa Salimova 1994-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Joriy yilning 28-may kuni esa shoiraga O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvoni berilgan edi. Marhumaning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.